bugungacha Payg'ambar alayhisalom haqida o'qigan kitoblarimni hech biri meni yuragimni larzaga solmagan. Ko'zimda yosh bilan o'qimaganman. Ishoning, hozir bitta kitobni o'qib tugatdim. Ahmad Shuqayriyning Habibimiz oramizda bo'lsalar degan kitobi. Rostini aytaman, hozir ham videoga olish uchun ko'z yoshlarimni artdim. Hech bir kitob meni unchalik yig'latmagan. Hech bir kitob. Ishoning, umuman bu kitobgacha bo'lgan paytda men payg'ambarimiz haqidagi kitoblarni shunchaki o'qib o'tib ketgan ekanman. Lekin bu kitobda payg'ambar alayhisalom bilan men gaplashganday bo'lmadim. Xuddi Rasululloh meni quchoqlab turibdi-da, Said Abror qo'y, hammasi o'tib ketadi. Kuyinma bu dunyoni tashvishlariga deyotganday bo'ldi. Tugaydi hammasi bolam, ummatim, Said Abror, biz birgalikda jannatga kiramiz deganday bo'ldi. Va sizlarga ham ilindim shu kitob. O'qib chiqing albatta. İnşallah jannatlarga birga kirish nasib qilsin payg'ambar alayhisalom.